Salom texnik qiziquvchilar, bugun sizlarga blokchain haqida siz bilmagan 5 ta qiziqarli fakt aytib beraman. Tayyor turing, bu faktlar sizni aniq hayron qoldiradi. Hech o'ylab ko'rgansiz, blokchain texnologiyasi faqat Bitcoin kriptovalyutasi uchun emasligini. Blokchain bu axborotni xavfsiz saqlash va tarqatish texnologiyasi. U faqat kriptovalyutada emas, balki logistika, tibbiyot, hatto ovoz berish tizimlarida ham ishlatiladi. Masalan, Estoniya fuqarolari blokchain texnologiyasi orqali sog'liqni saqlash ma'lumotlarini xavfsiz tarzda ishlatishadi. Demak, bu texnologiya faqat moliya emas, hayotimizdagi ko'plab sohalarga kirib kelmoqda. Blokchain texnologiyasi 1991-yilda ikki olim Stuart Haber va Scott Stornett tomonidan ishlab chiqilgan. Ular hujjatlarni xavfsiz saqlash yo'llarini o'ylashgan. Faqat 2009-yilda Satoshi Nakamoto bu g'oyani moliyaviy tizimga olib kirdi va Bitcoin ixtiro qilindi. Shunday qilib, blokchain texnologiyasi Bitcoindan ancha uzoqroqqa borib taqaladi. Blokchain buzilsa nima bo'ladi? Xavotir olmang, buning imkoni yo'q. Blokchain markazlashmagan tizim bo'lib, har bir blok zanjir orqali bir-biriga ulangan bo'ladi va shu bois ham uni buzish imkonsiz. Agar kimdir bu bloklarni o'zgartirmoqchi bo'lsa, tarmoqdagi minglab bloklarni o'zgartirishi kerak bo'ladi va bu juda ham qiyin. Shuning uchun blokchain eng ishonchli texnologiyalardan biri hisoblanadi. Kelajak shu yerda. Ba'zi davlatlar blokchain texnologiyasi orqali boshqaruvga o'tmoqda. Dubay hukumati 2030-yilgacha butun davlat xizmatlarini blokchain asosida raqamlashtirishni rejalashtirgan. Bu shuni anglatadiki, pasport, yer hujjatlari, tibbiy yozuvlar hammasi shaffof va xavfsiz bo'ladi. Dubay blokchain bo'yicha dunyoda ilg'or bo'lishni maqsad qilgan. Kelajak shu yerda.